Assalomu alaykum barchaga. Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga kelganmiz. Havaskorlar ligasi turnirining hal qiluvchi o'yinlari bugun 3-o'rin va final uchrashuvlari o'tkaziladi. Bu yerdagi atmosfera, bu yerdagi vibe jumchi joydan topa olmaysiz. Shuning uchun biz hamkasbim Xayrullo Hamidov bilan birgalikda Dang'araga keldik. Bu muntazam doimiy turnir Havaskorlar ligasi deb nomlanadi, lekin aslida tashkilotchilik anchagina professional darajada. Hammasi yo'lga qo'yilgan, tribunalar, muxlislar to'ldirib o'tirishibdi, performanslar, professional hakamlar, xullas maza qilib futbol ko'radigan sharoit. Futbol mana shu yerda boshlanadi. Haqiqiy futbol mana shu yerda boshlanadi. Endi professional darajaga albatta hamma ko'nikib qolgan. Buni vibe'ini yetkazish qiyin.